Milliy sertifikat imtihonini mana shunday yorib tashlamoqchimisiz? Unda bu video aynan siz uchun. Kamina Jafarochilov sizlar bilan YouTube'da milliy sertifikat onlayn darslarida birgamiz. Demak, videoni oxirigacha ko'ring, yaqinlarga ulashing, komment yozing. Fevralda xudo xohlasa sertifikat oluvchi do'stlaringizga yuborib qo'ying bu videoni. Boshladik. Demak, bizda birinchi savol bo'ladi. Geometriyaga doir savol. Xo'p, demak, bizga ABC'da to'rt burchak berilgan ekan. Demak, keling, A, B, C va D to'rt burchak berilgan ekan. Demak, mana bu tomon 10, mana bu tomon 6 santimetrdan iborat va quyidagicha shakl berilgan. Xo'p. Mana bunday. Va mana. Xo'p, mana shu sohani, ya'ni shtrixlangan sohani yuzini topish kerak deyilgan. Yaxshi, biz endi bilamiz, mana bu 90 gradus, mana bu yarim aylana, mana bu esa aylanani 4dan 1 qismi, ya'ni choragi. Xo'p, bo'yalgan sohani yuzini topish uchun nima qilamiz? Birinchi to'rt burchakning yuzidan mana bu ikkita chorak aylana va yarim aylanani yuzasini ayirib tashlashimiz kerak. Biz bilamiz, bu tomon 6, bu tomon ham 6 bo'ladi, chorak aylana bo'lgani uchun. Endi demak, to'liq aylanani, ya'ni doirani yuzi o'zi aslida PR kvadrat. Biz uni 4dan 1 qismini topishimiz kerak. Ya'ni S1 yuza desak, mana bu yuzani S1 yuza desak, bunisini S2 yuza desak agar. S1 yuzani topish uchun PR kvadrat, ya'ni to'liq doira yuzini 4dan 1 qismini topamiz. Ya'ni hop, pi ko'paytirilgan 36 pastda 4. Demak, bu 9 pi ga teng bo'lar ekan, do'stlar. Mana bu chorak doiraning qismi. Bu yerda esa yarim aylana bor, ya'ni S2 yuza uchun biz boshqa bir PR 1 desak, 2 desak, kvadratini yarimini topishimiz kerak. Yaxshi. Demak, pi, demak, endi qarang, bu tomon to'liq 10, mana bu yergacha 6 bo'lsa, unda bundan buyog'i 4 bo'ladi. Bu diametr. Diametr 4 bo'lsa, radius 2 dan bo'ladi. Demak, pi ko'paytirilgan 2 ning kvadrati bo'lingan 2. Demak, bizda bu 2 pi ga teng bo'lar ekan. Mana shu ikkita yuzani qo'shamiz. Demak, S umumiy deymiz. 9 pi plus 2 pi. Ya'ni 11 pi ga teng bo'lar ekan. Ikkita qismimiz yuzi. Endi to'liq S ABC da 4 burchagimiz 6 kara 10. Demak, 60 ga teng va undan biz 11 pi ni ayirib tashlasak, o'sha so'ralgan, ya'ni sohani, bo'yalgan sohani yuzini topgan bo'lamiz. Menimcha sizga tushunarli bo'ldi. Biz esa davom etamiz, do'stlar. Demak, bizda ikkinchi misol tenglama. Milliy sertifikatning mashhur misollaridan biri. Demak, bizda quyidagi tenglama bor ekan. Ko'pincha biz ostida 5x plus 7. Xo'p, plusdan minusdan ko'pincha bizda ostida 5x minusdan 12 barobar 1 ga teng. Mana shu tenglamani demak biz ishlashimiz kerak ekan. Yaxshi, belgilash kiritib olamiz. Nimani? Ildizning ichidagi ifodani bittasini belgilasak yetadi. Misol uchun keling, 5x plus 7 degan ifodani a deb belgilab olamiz. Qulayroq bo'lishi uchun. Shunda bizda demak, ko'pincha ildiz ostida a minus, endi bu yerda minus 12 ni hosil qilishim uchun 7 dan men uchun mashhur, men uchun qadrli bo'lgan sonni, ya'ni 19 ni ayirishim kerak ko'pincha ildiz ostida. Xo'p, bilganlar yozib ketamiz. Nima uchun 19 raqami soni menga qadrli? To'g'ri topganga bitta cho'quvchimiz bor. Xo'p, yaxshi. Endi ko'pincha ildiz ostida ekan, sal yengilroq qilish uchun mana bu ifodani o'ngga, birini esa chapga o'tkazamiz. Ya'ni ko'pincha ildiz ostida a plus 1 barobar ko'pincha ildiz ostida a minus 19. Xo'p, endi ikkala tomonni birdaniga ko'kka ko'taramiz. Ya'ni mana bu ildizlardan qutulish uchun. Xo'p, demak, bu yerda a plus formula bo'yicha ketamiz. 3 a kvadrat, ya'ni birinchisini kvadrati ko'paygan ikkinchisi 1 plus 3 birinchisini o'zi, ikkinchisining kvadrati 1, hech narsa o'zgarmadi, plus 1 ning kubi teng a minus 19. Ikki tomondan a lar ketar ekan, bu yoqda 3 ko'pincha ildiz ostida a kvadrat plus 3 ko'pincha ildiz ostida a va mana bu, xo'p, demak, nima bo'lar ekan? Bizda 20
Do'stlar, aytgancha mana bu yerda ozgina tushunmovchilik bo'libdi. Mana bu -1. Demak, shunda mana bu ham minus bo'ladi. To'g'riroq, mana bu minus bo'ladi. Bu plus va mana bu ham minus bo'ladi. Shunda minus, bunimiz plus va mana bu plusdan 18 ga teng bo'ladi. Ozgina adashibmiz. Demak, endi hammasini birdaniga -3 ga bo'lib yuboramiz. -3 ga bo'lsak, kubinchi ostida a kvadrat minus demak kubinchi ostida a ni o'zi bo'lar ekan va -6 barobar 0. Endi keling belgilaganimizni yana belgilaymiz. Ya'ni kubinchi ostida a ni biz belgilaymiz y bilan. Xo'p, demak bu yoqda bo'ladi y kvadrat minus y minus 6 barobar 0. Buni ko'paytuvchilarga ajratsak, y minus 3 bilan y plus 2 ga ajraladi 0. Chunki ko'paytirsam 6 ga, ayirsam 1 ga teng. Mana shunda. Xo'p, bundan y1 3, y2 minus 2 chiqadi. Xo'p, endi mana bu yerga tenglashtiramiz. Ya'ni kubinchi ostida a deganimiz bir marta 3 ga teng ekan. A ni topsak, ya'ni kubga ko'tarib yuboramiz, 27 bo'ladi. Xuddi shunday kubinchi ostida a bir marta -2 ga teng ekan, kubga ko'tarsak a barobar -8 bo'ladi. Endi biz a deb bo'lsa mana buni belgilaganmiz. Ya'ni 5x plus 7 barobar 27 bo'lsa, 5x barobar 20x barobar 4 bu bizda bitta yechim. Endi ikkinchi safar demak 5x plus 7 barobar -8 bu -15 bo'ladi. 5x barobar -15, x barobar -3. Demak do'stlar, bizda tenglamani ikkita yechimi bor ekan, 4 va -3. Yaxshi? Sizga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Demak, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya beramiz. Bu sizga fevralda sertifikat olishingizga yordam beradi. Davom etamiz. Demak do'stlar, 3-savolimiz quyidagicha, logaritmga doir. Undan oldingi videolarda xossalarni ko'rgandik. Hozir yana shu xossalar bo'yicha bularni shakllantirib chiqamiz. Ya'ni a ko'paytirilgan, buni to'g'rilab yozamiz. Logaritm a asosiga ko'ra 2. Endi a bu yerda musbat son, 0 dan farqli, 1 dan farqli sonlar shunday kiritilgan. Demak, bu yoqda a demak logaritm a asosiga ko'ra 4. Yana a darajasida logaritm a asosiga ko'ra 8 ko'paygan va hokazo. Demak a logaritm a asosiga ko'ra 512 ni 1/15 darajasini hisoblashimiz kerak. Endi bundan oldingi darsdagi xossalarga ko'ra mana bular qisqarib ketadi. Ya'ni hamma a'lar, o'rtadagilar ham ketadi. Demak bizda 2 ko'paygan 4 ko'paygan 8 ko'paygan yo'lda misol 16 va hokazo 512. Mana shu sonni 1/15 darajasi. Yaxshi. E'tibor bering, bu yerda 2 ni darajalari hisoblanadi. Ya'ni 2 ni birinchisi, 2 ni kvadrati, 2 ni 2 ni uchinchisi, 2 ni to'rtinchisi va hokazo 2 ni to'qqizinchisi. Mana shuni 1/15 darajasi. Xo'p, biz bilamiz, asos ko'payganda darajalar qo'shiladi. Ya'ni biz hisoblashimiz kerak ekan 1 dan boshlab 9 gacha bo'lgan sonlarni yig'indisini. Xo'p, necha bo'ladi bu? Bilamiz, demak 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi 45 bo'ladi. 45 ni biz 1/15 ga ko'paytiramiz, chunki daraja dekalasi. Qisqartirsak, demak bu 2 ni 3-darajasi 8 ga teng bo'ladi. Demak do'stlar, milliy sertifikat imtihonlarida mana shunga o'xshash, mana shu turdagi ko'rinishli darajasidagi savollar ham tushib qoladi. Bu videoni oxirigacha ko'rib, do'stingizga yuboring. Unga ham foydasi tegadi. Biz siz uchun harakatdamiz. Hali yana ko'rishamiz.